Burgutirno bodom ko'chatimiz. Meyvelerini ko'rishingiz mumkin. Katta kichikligini ham qo'l bilan solishtirib beradi. Uzunligi. Bu yana kattalashadi mana. Bodomimiz. Iyun 15-20-chilarga pishadi, lasida. Meyvelar. Buni ishonchli ko'chatlardan bor, ko'paytirib qo'yamiz. Murojaat qilishingiz mumkin. Bu bodomlar ichida eng katta bodom bu. Bu birinchi o'rinda turadi kattalik jihatdan. Bu po'stin chigandan bodomi katta chiqadi, yirik. Uzunligi ham yaxshi. To'raziga yaxshi keladi, tosh to'raziga kulishingiz mumkin. Mevaga ham yaxshi. Böyle ko'pchilik erta guladigan bodomlar sovuq ta'sir qildi deydi. Va'da qilmaydi bizda. Namangan 3 tumanda bor. Bag'imiz. Mana ko'rishingiz mumkin, meva zo'r. Bu erta guladigan bodom bu. Kech guladigan bodomlardan yaxshi. Meva mana bu. Boshqa bodomlarimiz ham mana bu kattaroq bodomlar. Bulardan meva zo'r.